taqqan qiz olsun. Yoldaş, tas otur. Abla. Ammaçam tanıştırgan elik kız. Muşu okşamamdı. Körün bu konuşmaslık ne? Bundak gelişken kız. Meni kandakım yaratsın. Bir botul kitiyi verin ha. Ben. Buna ait yaxshi piva. Yoldaş Kerim, yaxşı mısınız? Meni ismim Gülnar. Mundaq bo'lishni xayolimga zodli keltirib bakmaptı. Men bundaq bo'lishni o'ylamabdimi? O'xshamas qolib qapti. Meni kechiring. Yoldaş Kerim, to'xtang. Kerim! Siz qayerda? Kerim! Kerim! Maymundek diraq chiqyapsiz-ku. Mendan qo'rqatamsiz? Qo'rqmang. Men sizni sotqa atmayman. O'tganda ishtilik qilganligimga pushaymon qilaman. Meni kechiramsiz. Nima? Mendan kechirim so'rayapsiz? Sizdan so'ramay, daraxtdan so'ramdiman. O'tganda jiddiy ishingizning borlig'ini rostdan uqmabdiman. Siz bog'vanchilik maydoniga berib, mashina remont qilish uchun avtobusga yugurayotgansizda. Shunda, men sizga jiddiy ishim bor deb aytgan-ku. Men sizni xelijiq ovora qilibman, bilamsiz. Ahvolni uqqandan keyin nihoyat bearam bo'ldim. Anchilik qilishning nima jiddiy? Chunki men qatnash tartibini buzgan bo'lsam, Yo'q, undaq demang. Siz texchi mendan xafadak tursiz. Meni kechirmamsiz? Bo'pti. Ochig'ingiz yonganda so'zlashaylik. Hey, Gülnar! Gülnar! Gülnar, siz mendan emas, aksincha men sizdan afv so'rashim kerak. Faqat sizni xafa bo'lmasangiz kaçtımga bir nechani olsangizmi men rozi. Rostmi? Rost. Agar men urmasamchi, meni rostli kechiramsiz. sizda ayib yo'q. Yaxshi ish qilgan odamni kechirim so'ramdi. Gülnar, siz nima degan obdan? Ko'ngli ko'ksingiz bak kankan. Bo'ldi, meni maqtamayli qo'ying. Chiring. Anglamay turib, gitar chalishga qo'lim bormaydi.
siz dadam bilan ko'rishgandan keyin javob beray. Rasma? Özü endi loyihangizni sinab qilishga bo'ladi. Bu faqat dastlabki loyiha. Texi oldinda nurg'unlagan mushkul davollar bor. Bosh ko'tarmay ishligili soat topdi. U mushkul davolaringizni keyinga qoldirib qo'yib, hozir azroq dam olaylik, ha? Bu elektron hisoblash mashinasini akam bana avatibdi ekan. Sizga kerak bo'lib qolar. Men siz bilan tanışqanlığımga behmi xo'sham. Bizning do'stligimiz ko'ngil havasi uchun bo'lmasdan, balki ulug' g'oya, o'rtaq nishon asosiga qurilgan. Oldimga qiyinchilik kelganda, sizning irodingizni o'ylasam, o'zimni botir his qilganligimga ishonaman. Biz kelgusida shuncha gaplarimning birisini anglamabdi-da. Turib qandaqlarcha uning uchun shuncha xotirlarni yozgandim. Qiziq. U nima uchun shuncha harqin? Balki menga nisbatan uningda hech qanday hissiyot yo'qdi. Mahira. Sen nima uchun uni ko'rmay turib yaxshi ko'rib qolgansan? Yo'q. Men uni rostla yaxshi ko'raman. Muhabbat haqiqatan qimmatli. To'g'ri. Men uni yaxshi ko'rgan ekanman. Albatta uni azoblamaslığım kerak. Men uni yeniq chiqay. Gördüğünü bilmek durur. Ona baş çekmeyeyim. Uyga kelib qoldik. Ha? Mushu uy shumi? Ha. Günlar. Erta dadingiz bilan ko'rishishni o'ylasam, yuragim dökildi avotidi. Nimadan qo'rqsiz? Erta og'ayningizdan birini og'ash kelasiz. Men do'stimdan birini chaqiraman. Dadam yaxshi odam. Birdan birga chiqishib ketsizlar. Har xo'sh, erta ko'rishaylik. Günlar. Bugün sizga hamroh bo'lsin. Gitar sizga hamroh bo'lsin. Baxt degan mushumi? Baxt degan puli emas. Heliqi naqshi esingizdami? Esimda.
Endi qaytib kelishingmi? Ha, Suv tartish mashinasi o'nglandimi? o'nglandi. Sening qo'sug'ing-chi? Ha? Qo'sig'im? Qo'sig'im nima bo'pti-ki? Etigim qo'sug'im og'riydi, bitib qolganding-ku. Demakchi qilsan, shundaqmi? Bunda ketaversang o'zingga yaxshi emas. Canım ağayna, meni tilasangmi mayli. Men uchun aytganda baribir o'xshash. Men asos jihatda yaxshi, kichikgina kamchiligim bor. Buning cho'ng ishlariga daxlisi yo'q. Andaqda texim yaxshiroq alg'ishni xohlamamsan. Bo'ldi bu ishlarni qo'ya. Qara. Bu kechilik mana yaqinlik bir naqsha aytib beray. Qandaq naqsha? Baxt naqshasi. Anlab. Baxt kelib unadin, peshanangdi ketadin. Baxt guli ichima, chapaliq ishligan yadin. Lay lay la la lay la 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 lay, lay la lay lay la 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 lay. Baxt guli ichima, çapalık işligen yedin. Bu naytı yaş nakşı eken. Bunu var o, bizning eliqi Sanamjanni uyitib qo'ygan. O Sanamjanning kimligini bana aytishga bo'lamdi. Men dal shuni sana deyib turatdim. U qizni menga hammacham tanishtirgan. U nihoyatda go'zal, yaqinliq. Xuddi mushu Atirgulning o'zi. İkimiz birbirimizni ko'rish bilan oshiq mashq bo'lib qolishdik. Hey, sen meni tabriklayapsan, ha? Sen qalbimdan tabriklayman. Bu naqshning mazmuni nihoyat chunqur. Sen u naqshni yoqtirib qoldingmi? Yoqtirib qoldim. Yartishku oson, biroq naqshidagidek bo'lish u oson emas-da. Uqdingmi? Baras, mening sana bir talabim bor texi. Nima talab? Mening kelgusidagi qaynatam men bilan ko'rishmoqchi ekan. Men qanday qilishimni bilolmay qoldim. Bizning eliq Sanamjan nima g'am qilatdingiz? Eng yaqin og'ayningizdan birini apkasingiz olmamdi deydi. O'ylab baqsam, rost sen mening eng yaqin og'aynam emasmi? Ata men bilan birga berishib bergin. Undaq so'rinlarda qamlashtirolmaydiganligimni o'zing bilasan-ku. Kuyovli bo'lgan odam men qo'rqmagan yerda sen nimadan qo'rqatding? Ular seni so'roq qilmagandan keyin qishimda turib bersanglar bo'lmadimi? Agar so'zlarim qamlashmay qolsa, to'ydirmasdan noqib qo'ysa, gez kelganda ancha-muncha maqtab qo'ysang vazifang tugaydi. Kichigimizdan bir malda cho'ng olgan turg'liq shunchalik ishqim yaramamsa. Bo'ldi. Soat nechida boramiz? At yashanma emasmi? Soat 3da. Vaqti kelganda sen meni chaqirib olgin. Hey! Mening bu Atirgulimni buzib etma yana. Yaxshimisiz qizim? Bağınç chiroyli bo'lib ketganni. O'g'lim bosimga kelin qilalatdim. Qizirgulda qizingiz tursa, o'g'il o'zligidan kelmamdi. Yana nima qilib qilsiz? Qarg'aja seni. Qo'lingni bidiga qattiq, qara seni. Yura. Akalamay olay. Mayra, seni
çayını kaçan içiniz. Çay kaynaganda. Mayğıda mı? Bana desem mi boludu, yok desem mi boludu? Uş şeytansız. Rastığın aytkına zadı bamı yok. Özü o yaxşı bala. Bırak, kalbin düşenigil bulmaydı. Undaq mı? Rastığına esançı, zadı kim o? Hede, bugün Gülnar'na mesleğetini kılmay. Menin işim uçup kettik o. Boldu demedim. Sizler kirip hayarlığını anıklanlar. Kire. Sizler kirip işinlerini kılınlar. Muş öştü günügün akşam ben kelgen. Hey, yakın ola. Rengine kegine. Oy, yigitler, kelinler. Yakın sizler. Hadi. Sizin o öyküldüğünlüğümden fakat oylamaptık emme. Biz Allah kaçan perez kılışkandık. Hadi kelinler. Bu yigit. Bu benim dostum buludu. Yigit siz. Dada. Taga. Ben bu... Tağa. Sizler burun tanışıdık etlerdi. Tanışımız. Dünügün 30 bikti duşlaşkan. Şundak mı? Şundak. Bu gapni koyaylı. Yukarı koytonla. Keni. Yigit. Kutunuz zahmelenmegendi. Yak, hiç ne bulmadı? Oturun. Tağa. Siz bugün kaytıp geldiniz mi? Yok. Dünügün siz gitipla yolga çıkkandın. Yolda maşinada siz mi köydüm? Meni şehirge yığınғы çakırtıp diken. Şehirde yana başka işlerim mi? Bati. Aras. Siz çapınızı unutup kaptı dikensiz. Ben ağaç geldim. Çapının? Toğra. Ben onu öydikilerge yuşku bir koydum. Sizler ben huzur oturuverin la. Tadılmanla. Gülnar, yaxşı mısınız? Yaxşımısınız? Mana bu mening eng yaqin ag'inam buyurun. Kelgininiz yaxşı optu. O'ltiring. Olta ag'ina, olta. Kerim, siz dadam bilan ko'rishdingizmi? Ko'rishdim. Gülnar. Ha? Gülnar. Beylik çapan kayni. Uyda. Çıkın kızım. Ma'qul. Mahire. Kelim. Mihmallah bilen tanışım. Ben bu yak bilen allaqachon tanışım. Hey. Mahire neyim oldu? İkkilarni tutishib qo'yibdi ekansiz-da, qandaq? Yetilamdi ekan, Mahire, kızım, nim boldun? Hadi, Gülnar'ın layığı çapan kiyip algan bola şu mu? Yok, çakmak koynak kiyip algan şu. Uy, kızım, kolunu to'g'ri oldingmi nima? Go'shtni hali yetti boshqacha bo'pti ku. Qandaqroq, hali yomon kesib oldingmi? Yo'q, hech vaqasi yo'q. Ozroq terisini silib etdi. Hadi, ular tanışqılı xeyli uzun bo'ldi mu? Yo'q, tehi yaqinda tanışdi. Mayra, sen o yigit bilan qanday tanışqan? Xizmat jarayonida tanışqan. U bola qandaroq? U bek yaxshi bola. Bir oqsham ichida bundoq cho'ng o'zgarishlar bo'lib ketishini xiyolim ham keltirmabdiman. Hadi, men bu gaplarni desam siz yana boshqacha o'ylanib yurmang. O'zimchil shundoq deb qo'ydim. Beshim biroz og'riyotdi. Biroz dam olsam yaxshi bo'lib qolaman. Siz chiqib mehmonlaringizni kutavering. Oy, dadasi. Çapak oldu. Neyim oldu? G'aztag'a. Bu yerga kelibsiz. Qalchangcha. Sizlar ishkanglar bu yerda ekansizlar.
bu dadınızga ağaç kelgen maşını zapçasıdır. Ha, jigit, sen mi çoğut sende? He? Neymiş ki burrak mı demeysen? Men sizga aytmoqchi edim. Biroq men bugun sening adabingni toza bir bilmaydigan bo'lsam, Canım Cancan, qancha tanqidingiz bo'lsa-mu bugunchi demay tursangiz. Bugun yo'q, bo'lmaydi. Bugun demay zavodili bo'lmaydi. Men o'tinib qolay. Bu Birdamdan keyin so'rashaylik. Gullar, dadangiz qani? Men chaqiray. Mayra, sen bugün tazı mı charchading? Oshning purig'i nim deganmizlik? Yana 10 minutdan keyin açsak bo'ladi-ku deyman. Nim bo'lding? Günler. Biz kichigimizdan tartibla birga o'ynab cho'ng bo'lgan do'stlar. Bir-birimizning yurgini omdan bilishimiz. Bundaq bo'lishini xiyolim ham keltirib baxmabdi ekanman. Hozir ahvol bu darajaga yetibdi. Men seni tabriklayman. Yanada do'st bo'lib o'tamiz. Sana to'salg'i bo'lmay. Meni kechirgin. Nima deyapsan? Nima ish bo'ldi? Aytqana, jinim do'stim. Onu men yaxshi ko'rdim. Sening davatqini zodi kim? Tuyg'un. Yana bir degina. Tuyg'un. Tosh chaqmoq ko'ylak kiygan bola shu. Onu yaxshi ko'rsang ko'raveramsa, men bilan nima aloqasi bor? O sening yaxshi ko'rganing emasmi? Birini tanishib nima qilamiz? Birisi sening, birisi mening. Seningdan oshqani mening olsin, bo'ldimi? Chaqchaq qilyapsan nima? Bundaq umrlik ishqimni chaqchaq qilam deman. Bundaq bo'lsa ular cho'qim almashtirib qo'yibdi. Kim almashtirib qo'yibdi? Tog'am bilan hadamlar bo'lmamdi. Ular qanday almashtirib qo'ygandi? Jira. Bak yaxshi qilding ağayna. Bizning bir qism uylik mashinalarimizga jon kiradigan bo'ldi. Men sana nima deb rahmat aytsam bo'la? Nimaga rahmat aytsan ağayna? Yezigilligini mashinlashtirish bizning o'z vazifamiz tursa. O'tganda ba'zi sifatsiz mashinalarni uylarga setib berib cho'qatadi. Sizlarni ziyon tatdinglar. Qani dasqan keling. Jiringlar. Ha, qani o'tiringlar. Qani. O'tiringlar. Tönögünkü maşinni kim hata kurashtirib qo'yibdi? Ha, sen tönögün inkas qilgan Kerimning vazif bilan berib mashinni remont qilib bergini yaxshi ish. Ham shunday qilishga tegishli. Chunki uni dal Kerimning o'zi xato kurashtirgan. nima? Men xato kurashtirib qo'yibdimanmi? Dal shundoq. Nomeri 033. Her işçimlarının ismi Kerim mi? Bunun ismi Tuygun. Tuygun? Maşını remont qilgan cherinizde isminizde Kerim degan ku. Çapınızda mı Kerim deb yazıqliq ku. Dada, sizning Kerim deganingiz mushu yoqmi? Bu ayıp mende. Kerim, sen tünügün bağlançilik meydanına bormabsan da. Mashinaga ulguramadim. Uning ustiga oqshimi men Andaqda emdili keşlik mindan tushgan Tuygun sening chapiningni kiyib bağlançilik meydanına ketdi. Shundaqmi? Tunugun uning shuncha charchab uxlab qolishining asli sababi mundaq ekanda. Men o'zimdan o'ylabdim. Yigit, siz haqiqatan o'sal ish qildingiz. Xijil bo'lishga tegishli. Ha, rost satda. Yolg'iz xijil bo'lish bilan ish bitmaydi. Masala turmushga, emgakka qanday pozitsiya tutishda. Ba'zilar o'zini hamon qaltis chog'lab, jamiyatga, turmushga sadoqat pozitsiya tutmaydi.
Ahırda öz ziyan tatıdı. Yigit, yaxşırak oylap bakın. Birader, ikkimizli kaldık. Biz mi kovlandık? Yok. Ula özleri menzilge yetkende toktaydı. Biz polo ile kanayını yağlaydı. Hey kutun, polo'nu et çıkın la. Ha. Bana et çıktın. Hey Kerim, tokta! Uygun, oldu oğluma. Mahire, toktama. Dada, sizin Kerim degeniniz muşu yakma? Yigit, siz nihayet usalış kıldınız. Hıcıl buluşuk değiştik. Kerim! Hey Kerim, tokta! Ha? Uy, Mahira'nın ölçüsünü ötmen ko. Yine velosiped yasatam siz. Keçirim. Velosipedimiz alınışıp kaptı. Yaxşı almışıp kaptı. Bulmasa ben sizinle koğlap mı yitemezken ben de? Velosipediniz bozulup kaldı mı nime? Ha. Siz mi Kerim'den kendin çıktınız mı? Nahit yaxşı kıtsız. Mundaq vaqtda onunğa yardım gerek. Eğer mening velosipedim buzulup kalmagan bolsa, men onun kendini qo'g'lab algan bo'lardim. Akşamlıqı men onun uyiga boraman. Gülnar, jür, onun kendini ikkimiz baraylı. Doldu Mahire, sen Tuygun'a yardımlaş. Kerim'nin kışığı özen baray. Bayatın Rana edem sizni Gülnar'la layığı dep almaştırıp çatak tergil tas kaldık. Siz Tuygun'un öz layığı bar dep jakalmydınız mı? Sizin layığınız kim o? Siz de bilmemsiz. Bilmeyme. Bu velosiped kimninki? Mening. Undaq bolsa, mişi velosiped kıva bolsun. Kerim, sizin sualınızga mening cevabım. Bəxt keledi önədin, peşanandaki tədin. Bəxt gülü eceler cabalık işlegen yedin. Mana bu mening kalbimning soğusu, Gülnar. Oynanlar çaranla olmasın. O yer bir adam kalattı da. Hey, vallahi sen kağıt kalem var mı? Var. İkini al.
atıdı. Ya, xat yazıp atıdı. Vallahi bu xatni kelib atqaydanlarga olib beringlar, bo'lamdi? Ma'qul. Burun men o'zimdagi kamchiliklarni kichik kamchilik deb ancha pisand qilmagan edim. Mana bugun u kamchiliklarimning og'ir ekanligini his qilyapman. Hamid kamga, G'oz Janjonga, yo'ldosh Tuyg'unga, shundaqla sizga ko'p rahmat. Sizga munosib kelinmaydigan Kerim. Yig'laysiz bu. Boyqaqam yig'lagandi. U ne ketdi? Cho'ng daraxtda ko'cha tarafga ketdi. Ana. Masum güçten bakı kirketke okşaydı. Bağının işigi qatirapti. Qatirapti. Ukala, sizlar hozircha ketmay turinglar. Qiz kelgandan keyin meni uyga ketdi deb qo'yinglar. Kimning qizi ekan? Siz uqmadingizmi? O Heliq Tursun injenerning qizi emasmi? Yaxshi kunlarda to'y qildi. Shuni demamsiz. Ham yer, ham to'y. Nima degan ko'ngillik? Men o'g'limning to'yini ketib qilaman. Kerim to'yiq ketdim. Uni ko'rdingmi? Yo'q. Qara. Börtüm yağlıq sağan ayal. Kerimning otasi. Qiz qo'ldish bo'lgan qiz. Qaysi qiz u? Qatnashda ishlaydigan namunachi qiz Gulnar emasmi?
Alğaştıray ya. Günler. Birisini saklap duramsız. Kızıl bayrak konser kadrayını kutlatkan yol açıyor başta. Amaçını çıkkanlar. Şu maşına Kızıl Bayrak'ın ışığı baram diken. Akıyıp duram. Balam yığılap ketip atıdı. Gelin. Bir öyle. Ne akı var? Rahmet. Rahmet. Yol açıyor başta. Benzondan çıkarıp oturadığını maçına çıkanlar. Kılıpınız ne? Maşını cansığı elip koymağansın. Mana yenim de. Bugün qaytib kelamsiz. Keşlik maşinede qaytib kelime. Dağınçılık meydanından maң Qizilgul ağaç kelin. Xatirjam bo'ling. Manga gitar tayyorlab qo'yamsiz. Xo'sh emisi.